Assalomu alaykum. Men Sidiqov Usmon, santexnik montajchiman. Boshida bu kasbni o'rganishim unchalik qiyin bo'lmagan, sababi bizda ota kasb bo'lgani uchun, boshlang'ich ta'limot bo'lgani uchun bu kasbga chuqurlashishim, yana rivojlanishim ancha yengil bo'lgan. 10 yildan oshiq vaqt mobaynida biz ko'plab obyektlarni bitirganmiz, kichkina kvartiradan tortib katta davlat tashkilotlarigacha. Biz 10 yil davomida hatto O'zbekiston bo'ylab xizmatimizni ko'rsatganmiz. Bu yoq tarafda Navoiy viloyati, Samarqand viloyatlarida ishlagan bo'lsak, Vodiy tarafda, Namangan, Farg'onada ham kattalar obyektlarni qilganmiz. Hozirgi kunda bo'lsa, Nest One, Infinity, Amursoy kabi yirik ko'zga ko'ringan obyektlarimizda so'nggi texnologiya va eng so'nggi zamonaviy va sifatli mahsulotlardan foydalangan holda o'z xizmatlarimizni ko'rsatyapmiz. Endilikda men ham ijtimoiy tarmoqda o'z blogimni yuritishni boshladim. Bundan sabab shu yillar davomida o'zimga kerakli deb bilgan ilmlarimni, o'rgangan narsalarimni shu ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari bilan birga bo'lishish va ularga qo'ldan kelgancha yordamimni, xizmatimni ko'rsatish. O'ylaymanki, bu blogimizga qo'yiladigan kontentlar kuzatuvchilar uchun foydali bo'ladi va albatta manfaati tegadi. Shuning uchun bizni kuzatishda davom eting. Bu hali boshlanishi.